Islom dini ta'limotlariga ko'ra, balog'atga yetgan har bir insonning barcha ma'naviy jinoyatlari, jumladan zarracha yolg'oni ham jazosiz qolmaydi. Lekin bugungi kunda jamiyatda turli xil hodisalar, turli odamlar, turli voqealarni eshitib, ko'rib hayratga tushasan kishi. Eng yomoni bu holatlar faqat va faqat sodir etgan shaxs emas, uning yaqinlari hayotiga ham o'zining qora soyasini soladi. Unutmang, har qanday qing'ir ish albatta bir kun kelib fosh etiladi. Ogoh bo'ling va xulosa chiqaring. Xitoyning Tianjin shahridagi nufuzli maktab yotoqxonasining 113-xonasidan bir nechta qizlar umumiy foydalanishardi. Hammasi 17 yoshda. O'z sinfining eng yaxshi o'quvchilari. O'qishning so'nggi yili. Asabiy taranglik aql bovar qilmas darajada edi. Chalg'ish mumkin emas, faqat kitoblar va intizom. Barcha qizlar dugona edilar. Yangiliklar, quvonch va qayg'ularni baham ko'rishardi. Shu sababli o'quv yili o'rtasida qish kechalaridan birida sodir bo'lgan voqea ular uchun shu qadar katta zarba bo'ldi. Tonggacha faqat bir kishi tirik qoldi. Bu hikoya har qanday to'qimadan kuchli va hayotiy edi.